topshirildi. Prezidentimiz rahbarligida 2024-yil 10-oktyabr kuni texnik jihatdan tartibga solish sohasida amalga oshirilgan ishlar va kelgusidagi rejalar to'g'risida o'tkazilgan taqdimotda sohaga oid bir qator topshiriqlar berilgan edi. Unga asosan 2025-yil davomida 20 ming nafar tadbirkorlik subyektlari mutaxassislarining malakasini oshirish belgilangan. Buxoro viloyatida ham bu boradagi ishlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Davlatimiz rahbarining topshirig'iga muvofiq respublikamizning barcha hududlarida O'zbekiston standartlari instituti tomonidan mahsulot sifatini boshqarish va eksportbop mahsulot ishlab chiqarish mavzusida tadbirkorlik subyektlarining mahsulot sifatiga mas'ul xodimlari malakasini oshirish bo'yicha qisqa muddatli o'quv kurslari tashkil etilmoqda. Birinchi bosqichda respublika bo'ylab jami 9950 nafar, shu jumladan Buxoro viloyatida 543 nafar tadbirkorlik subyektlarining mahsulot sifatiga mas'ul xodimlari malakasi oshirilgandi. Ikkinchi bosqichda birinchi o'quv kursi Buxoro viloyatida tashkil etilib, tadbirkorlik subyekti vakillarining 602 nafar mutaxassislar o'quv kurslarida qatnashishyapti. O'quv kurslarining ahamiyatli tomoni unda muvaffaqiyatli ishtirok etgan va sertifikatga ega bo'lgan tadbirkorlik subyektlari xodimiga agentlik tizimi tashkilotlari tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlardan 5% chegirma taqdim qilinyapti. Bu ham xalqaro bozor talablarini bajarishda ishtirokchilarning ishtiyoqini oshirmoqda. Va eng qiziqarlisi, demak, aynan mana shu Telegram bot kanali orqali savol tariqasida testlar tuzilgan va ushbu testdan muvaffaqiyatli o'tgan har bir ishtirokchiga, demak, aynan mana shu O'zbekiston Respublikasi texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi umuman olganda mana shu texnik jihatdan tartibga solish tizimidagi barcha tashkilotlar tomonidan xizmat ko'rsatiladigan barcha xizmatlarga 1 yil davomida 5% lik chegirmalar demak e'lon qilinishi, bu biz tadbirkorlar, mana shu ishbilarmonlar va demak aynan soha vakillari uchun demak bu quvonarli holat deb o'ylayman. O'quv kursida mahsulot ishlab chiqarishda texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish, metrologiya, muvofiqlikni baholashning mahsulot sifati va raqobatbardoshligiga ta'siri, ishlab chiqarish korxonalariga xalqaro standartlarni joriy etishda yaratilgan imkoniyatlar haqida atroflicha ma'lumot berilmoqda. Ushbu o'quv kurslarining viloyat markazlarida va videokonferensiya aloqa orqali tuman hokimliklariga ulangan holda tashkil etilayotgani qamrov darajasini yanada oshirmoqda. Bu hozircha sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimizning so'nggisi edi. O'zbekiston 24 telekanalidan yiroqlashmang. Salomat bo'ling.